Biz bugun chiroyli bilinchli tort tayyorlaymiz. Ko'rinishi ajoyib, mazasi juda ham zo'r. 2 tuxumga shakar bilan tuz solamiz. Ustidan sut quyib yuboramiz. Yaxshilab aralashtiramiz, keyin un solamiz. Unni ichiga yarim choy qoshiq razrixitelь solsangiz bo'ladi. Yaxshilab vinchik bilan aralashtirib olamiz. Tayyor bo'lgan massaga 1 stakan issiq suv solamiz. 2 osh qoshiq o'simlik yog'ini sovuramiz. Kakao sovuramiz. Qancha kerakligini описаниеda qoldiraman. Shunaqa suylik bo'lishi kerak. Sal qalinroq yeyingiz kelsa, bilinchikni gustoyroq qilasiz. Tavaga yog' solib qizitamiz. Qizib bo'lgandan keyin tava bilinchiklar pishirishni boshlaymiz. Mana shunaqa teshik bo'lib chiqadi bilinchikimiz. Teshu chiroyli bilinchiklar. Endi tvorogga smetana solamiz. Shakar uppasini solamiz. Yaxshilab aralashtiramiz. Mana chiroyli pishgan bilinchiklarimiz qarang. Qaymoqli kremni mikserlashni boshlaymiz. Ustida shakl o'zgarmaguncha mikser qovuramiz. Mana shakl keldi, sug'ushonkani ikkitaga bo'lib solamiz. Qaymoqli kremda qaymoq muzdek bo'lishi kerak. Kremimiz tayyor, mana shunaqa ko'rinishi kerak. Bilinchiklarimizni o'rashni boshlaymiz. Hammasini bitta-bittalab ichiga tvorogli kremdan solib o'rab chiqamiz. Idishga shunaqa tuman ketlikni solib chiqamiz. O'rtasiga qaymoqli kremimizni suramiz. Bitta qavatda 5 ta dona bilinchik, shunaqadan 3 qavat bizada. Tortni ustini xohlagancha bezatasiz. Men qirg'ichdan chiqarilgan shokolad bilan qildim. Mana bilinchikli tortimiz tayyor bo'ldi. Endi yeb ko'ramiz. Qarang qanday chiroyli chiqdi. Bismillahirrohmanirrohim. Hammaga yoqimli ishtaha.